Obunachilar, bugun sizlar bilan har xil golemlar modini tortdim va bularni biz Warden bilan urishtiramiz. Demak, bunda 6 ta golem bitta Wardenga qarshi. Warden. Men golemga ovoz beraman. Qani golemlar Wardenni yo'q qilinglar. Qani. G'ram. Bo'pti. Yo'q qil dedim. Davay. Lady go. Bitta urishing o'ladi. Bor. Demak, bu bosqichda Warden yutdi deb e'lon qilib qo'yamiz. Xullas, endi ikkinchi bosqich. 6 ta naqd 6 ta oltin golemga qarshi. Warden. Davay, gazni bosh. Warden golem. Golem bo'lishi xabar berarkan menga. Oltin temirlab kuchsiz bo'lardi-ku. Yo'qib tashlash kerak. Davay, voy, eplay olmadi. Bunga menga 7 ta ketsa kerak. Davay. Dushmaning tomonga qarab bor. Qani bos gazni. Ha, bo'ldi. Bu shartda endi aniq va taniq Warden g'olib bo'ldi. Zumradli golem. Umid qilaman shiyitlar bosqona bo'lmaydi. Jangling. Warden tomonda bitta minus. 2 ta. Ana. Shunchasini o'lib qo'yaylik. Davay golemlar. Draft. Qishlog'i. Men seni kechirim so'rayman, lekin Warden yutdi. Bo'ldi. Bu shartda ham o'yinchi qachon qopti. Jon qopti. Sen o'z uyingga bor. Xudodan sen o'zing sholasan xullas. Olmos ancha kuchli bo'lgani uchun 5 ta qildim. 4 ta kemis yetib qolsa kerak edi. Xullas, unda ishni boshladik. Leo. Qot. Qanday cheksiz olmasmi? Pam. Nima qilishdi ular ketdikdami? Bo'ldi, Warden aniq yutqazdi. Bularda singan ham yo'q bu golemlar. Desam mana sinibdi ozgina. Bitta shumi? Bitta shu. Obunachilar. Nega bu yerda bitta turtdi desalaring, nezeri qanchalik kuchli ekanligini har bir o'yinchi biladi. Shuningdek, bitta nezeritga qarshi bitta Warden. Kim yutadi? Animatsiya yaxshi chiqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'ling. Jang o'ta davom etadi, shuning uchun video salto to'xtatilib turadi. Va bu jangda g'olib
Buni urib olmaylar. Nezrit. Xo'sh, dast ketgan va singan joylari ma'lum emas va umuman yo'q. Va bizning g'olib ko'r. Shuni ko'zi yo'q. Onachilar, video yoqsa like bosing, obuna bo'ling. Ko'rishguncha. Xayr.